Bugungi sanamiz 26-yil, hafta kunimiz shanba, 7-mart sanasi. Bizda kelgan avtomobillar yangi Cobalt Midline avtomobilimiz keldi. Turgo, shumka, miyaqi balon, polichxol, metanga hamma ishlari bo'lgan. Probegi 17 ming. Mana. Gentramiz olyapti mana avtomat 20 Gentramiz kelgan. Bu tomondan ham qolaversa, yangi eski bir 50 ga yaqin Cobaltlarimiz bor. Yili 15 dan boshlab to 25-26 pachkalargacha bor. Nomlarga shot yozib beramiz. 13100 Style MCM, qora oq jeka, 14200, 14100 qilyapmiz narmocha. 14100 Midline qora oq jeka ranglardan bor. Mana ukamiz aytib o'tadilar ma'lumotlarni. Yana bir bor hammalaringizga assalomu alaykum. Kirib kelayotgan 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan barchalaringizni tabriklaymiz. Bizning auditoriyamizning ichida onajonlarimiz kuzatishadi, opalarimiz, singillarimiz kuzatishadi bizlarni. Barchalaringizni kirib kelayotgan 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan, o'zim nomimdan hamda Jondor Lider avtosalon nomidan hammalaringizni muborakbod etib qolamiz. Mana shu 8-mart munosabati bilan mana shu avtomashinalarimizni bugun aksiyaga qo'yib o'tib ketyapmiz. Barcha ishlari qilib qo'yilgan 2025 Midnight variantidan. Shunday. Aka, buni narxini chiroyligina qilib obunachilarimiz uchun bitta qilib beraylik. Bo'ldi. Xo'p, narxini qarang. 12500 ga olib ketinglar. Hamma narxlar bo'lgan Midline 25. Yana ustida kelsangizlar, xudo xolasa, Narmonjon. Chiroyligina bonuslarni qilib beramiz. Kelaverasizlar, barchalaringizni taklif etib qolamiz va undan tashqari turli xildagi mashinalarimizdan bor. Naqd pul, avtokredit, barter asosida mashinalarimizni xarid qilishlaringiz mumkin. Shunday. Endilikda bozor chiqishingiz ham shart emas. Bizga aloqa qilsangizlar, mana shu yerda mutlaqo tekin reklama qilib ham sotib ham beramiz. O'zimiz narxda yaxshi narxga olamiz. Bizga tikov bo'ladi, nimasi bilan bemalol aloqa chiqaringlar, pastdagi nomerlarga o'zimiz olamiz do'stlar. Kutib qolamiz, ochirasiz. Bizga olib qo'yishni unutmang. Shunaqa yaxshidan yaxshi videolarni o'tkazib yubormang.